U murabbiyning ko'rsatmalariga quloq solish va ular aytgandek boks tutish kerak. Kel boks tushamiz. Bu boks emas. Bu MMA do'stim. Islom Makhachev Drew Doberni bo'g'ib qo'ydi. Og'ir chap qo'l zarbasi va jang tugadi. Unda seni xuddi boks jangidek uxlataman. Ko'ramiz, hali ko'ramiz. Seni uxlataman telba. Menga unda gapirma. Hurmatda bo'l. Hurmatni saqla. Barchaga salom do'stlar. Eng to'g'ri manzil MMA manziliga xush kelibsiz. Bugun Islom Makhachev UFC tarixidagi eng xavfli yengil vazn jangchilaridan biri. Ammo hamma ham uni shunday tan olmagan. Ko'plar uni shunchaki Habib soyasi yoki hali yetilmagan prospekt deb bilgan. Bugun esa shunday jangchilar haqida gaplashamiz. Ular islomni mensimagan, lekin oktagonda og'ir javob olishgan. Sen raqibingni to'liq bilmas ekansan, u haqida ortiqcha gaplar gapirishning keragi yo'q va har qanday holatda ham sen raqibingni hurmat qilishing kerak. Videoni boshlashdan oldin obuna bo'lish va like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men esa sizlarga har kuni yangi videolar chiqarishda davom etaman. Demak, biz boshladik. Sport o'yinlaridan daromad topmoqchi bo'lsangiz, MMA bo'yicha eng yuqori koeffitsiyentlar Fanparida. Juda ham oson va qulay. Video kommentariyasida yozilgan havola orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga manzili so'zini kiriting. Agarda siz ro'yxatdan o'tishda ushbu promokodni ishlatadigan bo'lsangiz, birinchi depozitingiz uchun 10 million so'mni qo'lga kiritasiz. Barchaga omad. 2020-yil oktyabr oyi Habib Nurmagomedov o'zining kamarini 3-bor himoya qildi va Justin Gaethjeni 2-raundda uxlatib qo'ydi va faoliyatini yakunladi. Uning taxt vorisiga da'vogar sifatida Islom Makhachev keldi. Uzoq yillik do'stlar va Abdulmanaf Nurmagomedovning eng kuchli shogirdlaridan biri. Karantindan so'ng 2021-yil mart oyida Islom kuchli nokautyor Drew Doberni mag'lub qildi va yengil vazndagi xavfli jitter Thiago Moisesni ham bo'g'ib qo'ydi. Jangdan keyin uning g'alabali seriyasi 8 taga yetdi. Keyinchalik Islom UFC'dan yengil vazn top 5 reytingidan raqib so'radi. Dana White albatta uning iltimosini rad qilmasdan UFC 267 Abu Dhabi turnirida xavfli raqib Rafael dos Anjosni berdi. Aslida Islom va dos Anjos jangi 2020-yilda Habib bilan bir kartda bo'lib o'tishi kerak edi. Ammo koronavirus sabab o'shanda dos Anjos jangga chiqa olmagandi. Jangga bir oydan kam vaqt qolganda taqdir taqozosi bilan dos Anjos yana jangdan chiqdi. UFC esa Islomga raqib topishni uddaladi. Reytingda 6-o'rinda turgan Dan Hooker. Yangi zelandiyalik jangchi City Kickboxing maktabining faxri. Tony Ferguson bu jangchi ham Islomni rad etdi. Benel Dariush u ham u bilan jang qilishni xohlamadi. Nima, Islom shunchalik xavfli deb o'ylayapsizmi? Bu gaplarni Hooker tinmay takrorlardi. Dustin Poirier bilan qoldiq jang uni allaqachon xavfli raqib sifatida tanitgandi. Yangi zelandiyalik juda ham xotirjam ko'rinardi. Aslida o'sha paytda Hooker Habibning jamoasini mensimasdi. U Twitterda Islomni masxara qilib, Habibning soyasi bilan jang qilmoqchiman degan gaplarni aytgan. Shuningdek, u Islomni hali top 10 jangchi bilan sinovdan o'tmagan deb tanqid ham qilgandi. Ko'pchilik bu yigitni hozirdan juda ham katta hayb qilishmoqda. Siz uning janglarini ko'rganmisiz? Aksariyat raqiblari reytingdan pastda yoki top 15 darajasidagi raqiblar bo'lgan. Bu yigit hali menda kuchli raqib bilan jang qilmagan. Men esa zalda bu kabi yigitlarni 10 tasini urardim. Biz har kuni kurash bo'yicha qattiq mashg'ulotlar o'tkazamiz. Menda uni tek davrlarni qaytarishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Agarda to'g'ri vaqtda va to'g'ri zarba bilan tutib olsam, men bu yigitni uyquga yuboraman. U shunchaki Habibning katta aurasidan o'ziga hayb ishlamoqda. Men uning chirog'ini o'chirib qo'yishdan juda ham xursand bo'lardim. Men bu ishni oldin ham qilganman. Raqiblarim atrofidagi shov-shuvni birpasda yo'qqa chiqarardim. Ko'rasiz, odamlar bu jangdan keyin qanday fikrga kelishlarini. Ular tezda Islomni unutishadi. Dan Hooker mana shu gaplarni o'ziga ishonch bilan aytardi. O'sha kechada Hooker Abu Dhabida o'ziga ishonch bilan oktagonga chiqdi. Lekin jang boshidan oxirigacha Islom uni nafas oldirmadi. Islom uni 1 daqiqaga bormasdan parterga tushirdi. Shu vaqtni o'zidayoq muxlislar tushunib yetishgandi Islomning grappling darajasi qanchalik yuqori ekanligini. Va birinchi raundning o'zida Islom Habibning to'g'ri ko'rsatmalari bilan Dan Hookerni Kimura uslubi bilan mag'lub qildi. Qo'li sinishini tushungan Hooker darrov taslim bo'ldi. Keyinchalik Hooker intervyuda shunday dedi: "U juda kuchli ekan, men buni kutmagandim. U meni o'ylaganimdan ko'ra ancha yuqori darajada." Shu so'zning o'zi hammasini aytib turibdi. Bu jang Islom Makhachev uchun UFC'dagi faoliyatining burilish nuqtasi bo'ldi. U endi nafaqat Habibning do'sti, balki o'zi mustaqil xavfli jangchi sifatida tanildi. Hookerni mag'lub qiliboq Islom yengil vazn top jangchilarga chaqiruv tashladi. Bu yerdagi yigitlarga e'tibor bering. Ular hammasi men bilan jang qilishdan qochmoqda. Menga kamar jangi uchun top 5 ta raqib kerak. Istalgani bilan istalgan vaqtda jang qilishga tayyorman.
Reytingdagi jangchilardan sado chiqmadi. Lekin Danatog'a bosim qilganmi yoki yo'q? 2022-yil 27-fevralda Benil Dariush Islom Makhachev bilan jangga rozilik berdi. O'sha vaqtda Dariush Toni Fergyusonni mag'lub qilib, reytingda top 5 da borayotgan edi. Dariush o'zining og'ir va kuchli zarbalari va yuqori darajadagi grappling mahorati bilan tanilgandi. Lekin UFC'da 6 ta g'alabali seriya bilan ketayotgan eronlik jangchi jarohat sabab yana jangdan chiqdi. Bu safar ham UFC matchmakerlarga qiyin bo'ldi, lekin ular raqib topishdi. Bobby Green UFC'ning eng tajribali va ko'p gapiradigan jangchilardan biri. 2022-yil fevralda u ham Islom bilan jangni qabul qildi. Dariushning o'rniga ko'tarilgan Green bu jangni sportiy hurmat nuqtai nazaridan emas, mensimaslik bilan qaradi. Jang oldi intervyusida shunday dedi: "Men Islomni ko'p ko'rganman, u yomon emas, lekin uning atrofidagi hayp juda ortiqcha. Odamlar uni Habib deb o'ylashyapti, lekin u Habib emas. U bilan jang qilgan yigitlar orasida birgina ism bor, u ham bo'lsa Dan Hooker. Men Hooker uni mag'lub qilishga ishongandim, lekin Islomning ortidagi Habib va uning katta aurasi sabab Dan Hooker hayajonga tushdi deb o'ylayman. Lekin menda unday bo'lmaydi. Men o'zimga 100% va to'liq ishonaman. Islomga o'xshagan jangchilar bilan oldin ham oktagonda uchrashganman. Odamlar ularni istiqbolli deyishgandi, lekin men ularning istiqbollarini sindirib qo'yganman. Islom ham bu jangchilar qatoridan mustasno emas. Uni yagona xavfli narsasi bu grappling. Men esa undan qanday himoyalanishni bilaman. Men Islomni yomon jangchi demayman, lekin u odamlar aytayotganidek hayratlanarli yigit emas. U shunchaki kurashchi. Odamlar Habibni ko'tarishganidek endi uni ham ko'tarishmoqda. Men hech kimdan qo'rqmayman. Faoliyatim davomida oktagonga har qanday raqibimni yanchishga tayyor bo'lib chiqqanman. Bu safar ham shunday bo'ladi. Bu gaplarni o'ziga ishongan va ochiqchasiga baralla gapirayotgan Green edi. U vaqtiga jangni 10 kun qolganda qabul qilganidan faxrlanib, odamlarga o'zini bora-bora maqtashdan tinmasdi. Bu so'zlar Islom lageriga yoqmadi. Dog'istonliklar jim bo'lishdi, ammo tayyorgarlik lagerida yanada jiddiylashishdi. Green esa o'zini erkin tutdi. Intervyularda kuldi, hazillashdi, go'yoki Islomni jiddiy raqib sifatida tan olmayotgandek. O'zini favorit sifatida ko'rsatdi. Ammo jang kuni boshqa sahifa. UFC Apex arenasida hali birinchi raund tugamasdan hammasi ayon bo'ldi. Birinchi raundning o'zidayoq Islom texnik nokaut bilan g'alaba qozondi. Bobby hech qanaqasiga og'ir ground and poundlarga qarshilik ko'rsata olmadi. Hakam jangni to'xtatdi va bu hammasi bor yo'g'i 3 daqiqa va 23 soniya davom etdi. Nima bo'layotganini to'liq anglamagan Green shunday dedi: "Ha, men bu yigitni past baholadim. O'ylagandimki, u faqat kurashchi. Lekin u menga o'z og'irligini qanday ishlatishini va bosimni qanday qilishini ko'rsatdi. Bu mag'lubiyat Green uchun og'riqli bo'ldi, lekin Islomga hurmat ko'rsatdi. Oktagonda bitta haqiqat bor, so'z emas, amallar gapiradi. Bu jang Islom uchun ham, UFC uchun ham burilish bo'ldi. Endi u nafaqat dog'istonlik jangchi, balki haqiqiy chempionlik darajasidagi sportchi sifatida tan olindi." UFC yengil vazn tarixidagi eng qiziqarli janglardan biri Charles Oliveira va Islom Makhachev o'rtasidagi jang. Ammo bu jang shunchaki kamar uchun emasdi, bu hurmat uchun edi. O'sha vaqtda, ya'ni 2022-yil oktyabr oyida Charles Oliveira UFC qirollaridan biri edi. U ketma-ket 11 ta g'alabali seriya bilan kelayotgan edi. Elita darajadagi jujutsu va juda ham kuchli moytaga ega bo'lgan Charles barcha uchun xavfli raqib edi. Charles 2021-yilda chempionlikni qo'lga kiritgandi. Kamarni esa xavfli nokautchi Michael Chandlerga qarshi jangda qo'lga kiritgan edi. Va bu g'alaba ham og'ir nokaut bilan qozonilgan. Kuchli bokschilar Dustin va Justinni ham bo'g'ishga ulgurgandi. Tushunyapsizmi, bu shunchaki dahshat. Qisqasi Do Bronx davri edi. Ko'pchilik uni UFC'dagi eng xavfli submission ustasi deb bilardi. Islom Makhachev esa unchalik katta yulduz emas edi. Ko'pchilik hali hamon uni Habibning do'sti sifatida tanirdi, ammo ko'rganlar kam edi. Shuning uchun Do Bronx ochiqchasiga Islomni mensimagan. U jang oldi matbuot anjumanlarida shunday deya takrorlardi: "Islom yaxshi va kuchli yigit, lekin u hali chempionlik darajasidagi jangchi emas. U hali birorta ham top 5 jangchi bilan jang qilmagan. Men xavfli jangchiman, doimo oldinga boraman. Qo'llarimda katta kuch bor. Parterda ham o'zimni erkin his qilaman. Jujitsu menda yuqori darajada, parterda hech qanday xavf yo'q. Men uni mag'lub qilishimga ishonaman." Justin Gaethje eng xavfli zarbachi. Men uni tik holatdan knockdown holatiga tushirdim. Islomga kelsak, faoliyati davomida qanday jangchilar bilan jang qildi? Top 5 dan kim bor edi? Greenni mag'lub qilib kamar jangini olmoqda. Oktagonda uni dominantlik bilan mag'lub qilishimga ishonaman. Ha, Charles ham o'sha vaqtda o'zining kuchiga yuqori darajada baho bergandi va Islomni ochiqchasiga mensimadi. Tabiiyki, bu gap so'zlar ham Islom Makhachevga yoqmadi. Garchida u braziliya tilini bilmasa ham tarjimalar orqali hammasini tushunardi. Va bu gaplarga mos holatda u ham Charlesga chempionlik jangini olishdan oldin hech kimni deyarli mag'lub qilmaganini, ya'ni taniqli jangchi bilan jang qilmaganini bor ta'kidladi. Bu qisqa tortishuv ham jangni yaxshigina entertainmentga olib chiqdi. Va jang kuni Abu Dhabi atmosfera boshqacha edi.
Charles Oliveira har doimgidek o'ziga ishongan holda oktagonga qadam qo'ydi. Jang kuni Islam tinch, sokin, Habib esa uning burchagida turardi. Birinchi raund Oliveira agressiv boshlaydi. Zarbalar, tizzalar, bosim. Lekin Islam hammasidan oldindan o'qiganidek harakat qildi va uni parterga tushirdi. Va shu zahotiyoq jang boshqaruvini o'z qo'liga oladi. Oliveira parter ustasi. Lekin o'sha kecha u Islamning kuchi va bosimi oldida deyarli hech narsa qila olmadi. Birinchi raundda yaxshigina parterdan nazoratdan so'ng, ikkinchi raundga kelib hammasi tugadi. Islam o'ng huk zarbasi bilan Oliveirani yiqitdi. Deyarli 90% jangchilar Charles bilan parterdan qo'rqishadi, lekin Islam o'sha zahotiyoq parterga kirdi va uni bo'g'ib qo'ydi. Bu g'alaba nafaqat chempionlik kamarini olib keldi, balki Islamni soyadan chiqarib, UFC tarixiga o'z nomi yozdirildi. Chunki o'sha kecha u eng kuchlisini yengdi. O'sha kecha UFCda bitta haqiqat paydo bo'ldi. Islam Makhachev endi hech kimning soyasi emas, u o'z davrining eng kuchli jangchisi. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, videoni do'stlarga ulashib qo'ying. Biz davom etamiz. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.